yangi qonun kuchga kirdi degan xabarni ko'pchilik oddiy yangilik deb o'tkazib yuboradi. Lekin men sizga ekspert sifatida ochiq aytaman. Bunday xabar ba'zan sizning pulingizga, hujjatingizga, ish joyingizga, biznesingizga, kredit yoki jarimangizga bevosita ta'sir qiladi. Eng xavfli joyi shundaki, odam qonunni bilmagani uchun xato qiladi. Keyin esa men bilmagandim degan gap uni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shu sababli bugungi ma'lumot har bir fuqaro uchun juda muhim. Videoni ho'zroq like qiling, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Odamlar ko'pincha eski tartib bo'yicha yashardi. Hujjat topshirish tartibi bitta, jarima miqdori bitta, ruxsatnoma olish yo'li bitta, shartnoma tuzish odati bitta edi. Masalan, kimdir davlat xizmatiga borib ariza topshirardi. Kimdir ish beruvchi bilan og'zaki kelishib ishlardi. Kimdir qarz berganda tilxat yozmasdi. Kimdir uy-joy, avtomobil yoki yer bilan bog'liq ishlarni tanish bilish orqali hal qilishga urinardi. Eski tartibda odamlar qaysi idoraga borishni, qaysi hujjat kerakligini, qancha muddat kutishni taxminan bilardi. Endi esa qonun kuchga kirgach, aynan shu odatlarning ayrimlari o'zgarishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Qonun kuchga kirgani faqat qog'ozdagi matn emas. Bu davlat organlari, sudlar, banklar, ish beruvchilar, tadbirkorlar, notariuslar va oddiy fuqarolar qanday harakat qilishi kerakligini belgilaydigan yangi qoida degani. Agar yangi tartibda ariza faqat elektron shaklda qabul qilinsa, siz o'z ariza bilan borsangiz vaqtingiz ketadi. Agar yangi tartibda jarima miqdori oshgan bo'lsa, eski miqdorni o'ylab xotirjam yurish xato bo'ladi. Agar yangi qonun kimlargadir imtiyoz bergan bo'lsa, undan foydalanmagan odam o'z haqqidan bexabar qoladi masalan. Tasavvur qiling, bir fuqaro tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi. Avval u ayrim hujjatlarni mahalliy idoradan olib, keyin soliq organiga borishi kerak bo'lgan. Yangi tartibda esa ariza yagona portal orqali yuboriladi. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik olinadi. Ayrim ruxsatnomalar bekor qilinadi. Agar fuqaro buni bilmasa, u 2-3 kun idora yuradi, asabiylashadi, pul sarflaydi, oxirida esa unga buni onlayn qilishingiz kerak edi deyishadi. Yana bir misol. Ish beruvchi xodim bilan mehnat shartnomasini to'g'ri rasmiylashtirmasa, yangi qoidalar bo'yicha javobgarlik kuchaygan bo'lishi mumkin. Ishchi ham, ish beruvchi ham hujjatsiz ishlashni keyin rasmiylashtiramiz deb o'ylasa, keyin maosh, ta'til, kasallik varaqasi, pensiya staji bo'yicha muammo chiqadi. Birinchi navbatda men har doim qonunning kuchga kirish sanasiga qarayman. Chunki qonun qabul qilingan sana bilan kuchga kirgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi qonunlar rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Ba'zilari 1 oy, 3 oy yoki 6 oydan keyin amal qila boshlaydi. Bu juda muhim. Masalan, siz immay kuni shartnoma tuzdingiz, qonun esa iyundan kuchga kiradi. Bunday vaziyatda qaysi qoida qo'llanish shartnoma mazmuniga, qonunning o'zida yozilgan o'tish qoidalariga va munosabat qachon yuzaga kelganiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men har doim odamlarga aytaman. Faqat sarlavhani o'qimang. Qachondan boshlab amal qiladi degan joyini albatta tekshiring. Ikkinchi masala qonun kimlarga tegishli. Har bir yangi qoida ham hammaga birdek taalluqli bo'lmaydi. Ba'zi qonunlar faqat tadbirkorlarga, ba'zilari faqat haydovchilarga, ba'zilari faqat pensionerlarga, ba'zilari oilaviy munosabatlarga, ba'zilari esa uy-joy, kredit, soliq yoki mehnat munosabatlariga tegishli bo'ladi. Masalan, agar yangi tartibda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun hisobot topshirish muddati o'zgargan bo'lsa, oddiy yollanma ishchining bundan qo'rqishiga hojat yo'q. Lekin u oilasida kichik biznes yuritayotgan bo'lsa, turmush o'rtog'i yoki farzandi nomida faoliyat bo'lsa, bu qoida bilvosita unga ham ta'sir qiladi. Uchinchi masala eski hujjatlar bilan nima bo'ladi? Odamlarni eng ko'p qiziqtiradigan savol shu. Menda avval olingan guvohnoma bor. U endi bekor bo'ladimi? Avval tuzilgan shartnomam kuchda qoladimi? Eski arizamni qaytadan topshirishim kerakmi? Men bunday vaziyatda har doim qonunning o'tish davri qoidalarini tekshiraman. Ko'p hollarda avval berilgan hujjatlar muddati tugaguncha amal qiladi. Lekin ayrim holatlarda ularni qayta ro'yxatdan o'tkazish, ma'lumotni yangilash yoki qo'shimcha hujjat topshirish talab qilinadi. Masalan, litsenziya yoki ruxsatnoma sohasida yangi talablar joriy qilinsa, tadbirkorga 10 kun, 6 kun yoki 9 kun muddat berilishi mumkin. Agar shu muddat ichida hujjatlarni moslashtirmasa,
faoliyatida cheklov paydo bo'ladi. 4-masala javobgarlik. Yangi qonun ba'zan faqat huquq bermaydi, majburiyat ham yuklaydi. Jarima, penya, ruxsatnomani bekor qilish, shartnomani haqiqiy emas deb topish. Ma'muriy javobgarlik yoki ayrim holatlarda jinoiy javobgarlik ham bo'lishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitish uchun emas, ehtiyot qilish uchun aytyapman. Javobgarlik qismi eng ko'p e'tibor beriladigan joy bo'lishi kerak. Masalan, agar biror sohada ma'lumotni yashirish uchun jarima 20 million so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibda u 3 million yoki 5 million so'mga chiqishi mumkin. Bir marta xato qilgan odam uchun bu og'ir bo'lmasligi mumkin. Lekin tadbirkor har oy bir xil xatoni takrorlasa, jarima yig'ilib, biznesning aylanma mablag'iga zarba beradi. Men buni oddiy mezon bilan tushuntiraman. Agar yangi qonun sizning daromadingiz, mol-mulkingiz, shartnomangiz, hujjatingiz, ish joyingiz, soliq majburiyatingiz yoki davlat xizmatlaridan foydalanishingizga tegsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Masalan, siz haydovchisiz, avtomobil sizning nomingizda jarima, texnik ko'rik, sug'urta yoki yo'l harakati qoidalariga oid o'zgarish bo'lsa, bu sizga tegishli. Siz uy sotib olmoqchisiz, ipoteka olmoqchisiz yoki ijaraga uy berasiz. Demak, ko'chmas mulk, notarial rasmiylashtirish, ijara shartnomasi va soliq tartibidagi o'zgarishlar sizga tegishli. Siz ishchisiz, demak mehnat shartnomasi, ish vaqti, ta'til, ishdan bo'shatish, kompensatsiya, kasallik varaqasi bo'yicha o'zgarishlar sizni qiziqtirishi kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar qonun faqat to'r soha, masalan, maxsus litsenziyaga ega tashkilotlar, banklar, sug'urta kompaniyalari yoki davlat xaridlari ishtirokchilariga tegishli bo'lsa, oddiy fuqaro bevosita xavotir olmasligi mumkin. Lekin baribir men umuman aloqasi yo'q deb aytishga shoshilmayman. Chunki bankka tegishli qonun kredit oluvchiga, sug'urtaga tegishli qonun avtomobil egasiga, kommunal xizmatga tegishli qonun esa oddiy xonadonga ta'sir qilishi mumkin. Qonun bevosita sizga qaratilmagan bo'lsa ham, u siz foydalanadigan xizmatning narxi, muddati yoki shartlarini o'zgartirishi mumkin. Birinchi misol. Fuqaro kredit olgan. Eski tartibda bank bilan tuzilgan shartnomada penya hisoblash tartibi bir xil bo'lgan. Yangi qonun iste'mol kreditlari bo'yicha qo'shimcha talablar. Shaffof ma'lumot berish majburiyati yoki ayrim cheklovlarni kiritdi deylik. Bu fuqaro nima qilishi kerak? U shartnomasini olib bankdan yozma tushuntirish so'rashi kerak. Yangi qonun mening amaldagi shartnomamga ta'sir qiladimi? To'lov jadvali o'zgaradimi? Penya va komissiyalar bo'yicha yangi tartib qo'llanadimi? Agar fuqaro buni so'ramasa, keyin bank ilovasida yangi summa chiqsa, u hayron bo'lib qoladi. 500 ming so'mlik farq ham oilaviy budjet uchun sezilarli bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, kichik do'kon egasi bor. U oyga 1 million so'm aylanma qiladi. 2 nafar xodimi bor, ijara shartnomasi asosida ishlaydi. Yangi qonun kassa cheki, elektron hisob faktura, mehnat shartnomasi yoki iste'molchi huquqlari bo'yicha talablarni kuchaytirgan bo'lsa, do'kon egasi men kichikman, menga tegmaydi deb o'ylamasligi kerak. Chunki nazorat organi kelganda uning kichik yoki katta biznes ekanidan oldin hujjatga qaraydi. Xodim rasmiy ishlayaptimi, xaridorga chek berilyaptimi, narx yo'rlig'i to'g'rimi, ijara shartnomasi rasmiylashtirilganmi, soliq hisobotlar vaqtida topshirilganmi. Bitta xato 1 million so'm, ikkinchi xato 2 million so'm, uchinchi xato esa faoliyatni vaqtincha to'xtatish xavfigacha olib kelishi mumkin. Uchinchi misol. Fuqaro qarindoshiga 20 million so'm qarz berdi. O'zimizniki-ku deb tilxat yozmadi. Keyin yangi tartibda ayrim bitimlar, qarz, garov yoki majburiyatlarni rasmiylashtirishga e'tibor kuchaydi. Sud amaliyotda yozma dalilning ahamiyati ortdi. Nizo chiqsa, sudda men pul bergandim deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pul o'tkazmasi, tilxat, guvoh, yozishmalar, shartnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Yaqin odamga pul bersangiz ham oddiy tilxat yozing. Unda kimdan kimga, qancha summa, qachon, qaysi muddatga, qanday qaytarilishi yozilsin. Bu ishonchsizlik emas, bu huquqiy madaniyat. 4-misol. Ishchi ishga kiradi. Ish beruvchi unga bir oy sinovda yur, keyin rasmiylashtiramiz deydi. Agar yangi qonun mehnat munosabatlari bo'yicha talablarni kuchaytirgan bo'lsa, ishchi ham, ish beruvchi ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ishchi uchun xavf shundaki, u shu bir oy ichida jarohat olsa, maoshini ololmasa yoki ishdan chiqarib yuborilsa, hujjatsiz holatni isbotlash qiyin bo'ladi. Ish beruvchi uchun xavf shundaki, rasmiylashtirilmagan xodim uchun jarima, soliq majburiyati va boshqa javobgarliklar kelib chiqadi.
to'g'ri yo'l. Ish boshlanishidan oldin mehnat shartnomasi tuzish, lavozim, maosh, ish vaqti, sinov muddati va vazifalarni aniq yozish. Yangi qonunda istisnolar bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat odam sarlavhani o'qiydi, lekin bundan mustasno degan joyni o'qimaydi. Masalan, yangi talab hamma tadbirkorlarga emas, faqat ma'lum aylanmadan yuqori bo'lganlarga tegishli bo'lishi mumkin. Yoki yangi imtiyoz hamma oilalarga emas, faqat kam ta'minlagan, nogironligi bo'lgan shaxs parvarish qilinadigan, yosh bolali yoki ma'lum reyestrga kiritilgan oilalarga berilishi mumkin. Shuning uchun istisno qismi juda muhim. Agar siz istisnoga kirsangiz, ortiqcha hujjat topshirmaysiz, ortiqcha xarajat qilmaysiz. Agar istisnoga kirmasangiz, men ham foydalanaman deb ariza berib, vaqt yo'qotasiz. Yana bir nozik masala, qonun bilan qaror, nizom va yo'riqnoma farqi. Qonun umumiy qoidani belgilaydi. Lekin amalda uni qanday bajarish hukumat qarori, vazirlik nizomi yoki idora yo'riqnomasi bilan aniqlashtiriladi. Masalan, qonunda fuqaroga subsidiya beriladi deb yozilishi mumkin, lekin subsidiya olish uchun qaysi hujjat kerak, ariza qayerga topshiriladi, qancha muddatda ko'rib chiqiladi, rad etish asoslari nima? Bular alohida nizomda bo'ladi. Odam faqat qonunni o'qib, menga pul berilishi kerak deydi. Lekin nizomdagi mezonga tushmasa, arizasi rad etiladi. Shu sababli men har doim qonun matni bilan birga uni amalga oshiruvchi hujjatlarni ham tekshiraman. 3-nozik jihat, orqaga qaytish masalasi. Odatda qonun kelajakdagi munosabatlarga qo'llanadi. Ya'ni bugun kuchga kirgan qoida kechagi harakat uchun avtomatik ravishda qo'llanmaydi. Lekin ayrim hollarda qonunning o'zida boshqacha qoida bo'lishi mumkin. Ayniqsa javobgarlikni yengillashtiradigan yoki shaxsning ahvolini yaxshilaydigan normalar bo'yicha maxsus yondashuvlar mavjud. Masalan, jarima kamaytirilsa yoki ayrim harakat uchun javobgarlik bekor qilinsa, bu amaldagi ishlar bo'yicha ham muhim bo'lishi mumkin. Lekin buni taxmin bilan emas, aniq norma bilan hal qilish kerak. Men bunday vaziyatda eshitdimki degan gapga emas, rasmiy hujjatga tayanaman. 4-nozik jihat, ariza berish muddati. Ko'p odamlar huquqidan aynan muddatni o'tkazib yuborgani uchun foydalana olmaydi. Masalan, yangi qonun bo'yicha kompensatsiya, imtiyoz, qayta hisoblash yoki hujjatni almashtirish imkoniyati berildi. Lekin ariza 3 kun ichida berilishi kerak. Odam 2 oy o'tib bo'lsa, unga muddat o'tgan deyishadi. Keyin u tanish qidiradi, shikoyat yozadi, asabiylashadi. Aslida esa muammo boshida muddatni bilmaganida bo'ladi. Shu sababli har bir yangi tartib bo'yicha men 3 ta sanani yozib qo'yishni maslahat beraman. Qonun kuchga kirgan sana, ariza topshirishning oxirgi sanasi javob berilishi kerak bo'lgan sana. 5-nozik jihat. Og'zaki tushuntirishga ishonib qolmaslik. Davlat idorasida, bankda yoki tashkilotda xodim sizga og'zaki bo'lmaydi yoki kerak emas deyishi mumkin. Lekin huquqiy munosabatda og'zaki gapni isbotlash qiyin. Agar masala pul, mulk, hujjat yoki muddatga bog'liq bo'lsa, yozma javob oling. Arizani kirim qildiring, elektron portal orqali yuboring yoki pochta orqali jo'nating. Yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish, sudga murojaat qilish yoki yuqori organga chiqish ancha osonlashadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qonun sizga tegishlimi yoki yo'qligini aniqlang. Buning uchun o'zingizga savol bering. Mening ishim, biznesim, avtomobilim, uyim, kreditim, sog'lig'im, nafaqam, mehnat shartnomam yoki oilaviy hujjatlarim bu mavzuga bog'liqmi? Agar javob ha bo'lsa, masalani ertaga qoldirmang. Ikkinchi qadam, rasmiy manbani toping. Telegramdagi qisqa xabar, tanishning gapi yoki internetdagi sarlavha yetarli emas. Rasmiy hujjatni Lex, Uz, hukumat portali, vazirlik yoki idoraning rasmiy sayti orqali tekshiring. Qonunning nomi, raqami, qabul qilingan sanasi va kuchga kirish sanasini yozib oling. Agar hujjat uzun bo'lsa, kamida sizga tegishli moddalarni va yakuniy qoidalarni o'qing. 3-qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Masalan, mehnat masalasi bo'lsa, mehnat shartnomasi, buyruqlar, ish haqi varaqalari, yozishmalar, tabel yoki bank tushumlarini tayyorlang. Kredit masalasi bo'lsa, shartnoma, to'lov jadvali, bank ilovasidagi ma'lumotlar, SMS xabarlar va kvitansiyalar kerak bo'ladi. Uy-joy masalasi bo'lsa, kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, ijara shartnomasi, kommunal to'lovlar, ishlash joyi bo'yicha ma'lumotlar zarur bo'lishi mumkin. Tadbirkorlik masalasi bo'lsa, ro'yxatdan o'tganligi hujjati, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, xodimlar bilan shartnomalar, kassa hujjatlari va hisob fakturalarini tartibga 4-qadam. Savolingizni yozma shaklga keltiring. Masalan,
yangi qonun mening 2023 yilda tuzilgan shartnomamga ta'sir qiladimi? Menda mavjud ruxsatnoma muddati tugaguncha amal qiladimi? Hujjatni qayta topshirishim kerakmi? Imtiyozdan foydalanish uchun qaysi hujjatlar talab qilinadi? Arizani qaysi muddatda ko'rib chiqasiz? Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Menga tushuntirib bering deb umumiy yozsangiz, umumiy javob olasiz. Mana shu shartnoma raqami, mana shu sana, mana shu holat bo'yicha yangi qonun qanday qo'llanadi deb yozsangiz, masala jiddiy ko'riladi. 5-qadam kerakli joyga murojaat qiling. Davlat xizmati bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Soliq masalasi bo'lsa, soliq organining shaxsiy kabineti yoki rasmiy qabul kanallaridan foydalaning. Mehnat masalasi bo'lsa, ish beruvchiga yozma ariza bering. Zarur bo'lsa mehnat organlariga murojaat qiling. Bank yoki kredit masalasi bo'lsa, bankka rasmiy ariza yuboring va javobni yozma oling. Sudgacha hal qilish imkoniyati bo'lsa, avval talabnoma yuboring. Talabnomada kimga murojaat qilayotganingiz, talabingiz nima? Qaysi hujjatlarga tayanayotganingiz va qancha muddatda javob kutayotganingiz aniq yozilsin. 6-qadam muddatlarni nazorat qiling. Men odamlarga oddiy jadval qilishni tavsiya qilaman. Bir ustunga ariza berilgan sana, ikkinchisiga qayerga berilgani, uchinchisiga kirim raqami, to'rtinchisiga javob muddati, beshinchisiga natija yoziladi. Bu mayda ishdek ko'rinadi. Lekin nizoli vaziyatda aynan shu tartib sizni himoya qiladi. Men murojaat qilgandim degan gapdan ko'ra, mana ariza raqami, mana sana, mana javob muddati degan dalil kuchliroq. 7-qadam, shoshilib imzo qo'ymang. Yangi qonun kuchga kirgan paytda ayrim tashkilotlar yangi shartnoma, qo'shimcha kelishuv yoki ariza shaklini taklif qilishi mumkin. O'qimasdan imzo qo'yish katta xato. Ayniqsa qarz, garov, ijara, ish haqi, kompensatsiya, jarima, muddat va javobgarlik bandlarini diqqat bilan o'qing. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, buni oddiy tilda tushuntirib bering deb so'rang. Zarur bo'lsa, hujjatni uyga olib ketib mutaxassisga ko'rsating. Imzo qo'yilgandan keyin men tushunmagandim deyish har doim ham yordam bermaydi. 8-qadam, huquqingiz buzilsa, ketma-ket harakat qiling. Avval tashkilotning o'ziga yozma murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organga yoki nazorat organiga shikoyat qiling. Hali ham natija bo'lmasa, sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Lekin har bir bosqichda dalil yig'ing. Ariza nusxasi, javob xati, kvitansiya, skrinshot, yozishma shartnoma, to'lov hujjati. Dalilsiz haq bo'lish qiyin. Dalil bilan esa oddiy fuqaro ham o'z manfaatini ancha kuchli himoya qila oladi. Yangi qonun kuchga kirgani oddiy xabar emas. Men bugun sizga shuni tushuntirdim. Eng avvalo qonun qachondan amal qilishini, kimlarga tegishli ekanini, eski hujjatlarga ta'sirini, javobgarlikni, istisnolarni va ariza berish muddatlarini tekshirish kerak. Eng katta xato sarlavhaga ishonish, og'zaki gap bilan cheklanish va hujjatlarni tartibga keltirmaslikdir. To'g'ri yo'l esa rasmiy manbani o'qish, o'z holatingizni aniq baholash, hujjatlarni yig'ish, savolni yozma berish va muddatlarni nazorat qilishdir. Agar sizning holatingizda yangi qonun qanday ta'sir qilishini bilmasangiz, izohlarda vaziyatingizni umumiy qilib yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida to'xtalib o'taman. Videoni like qiling. Yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Men esa sizga qonunlardagi muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirishda davom etaman.